Bugun mo burunqi o'xshash atgan qopqan kuni. Yanlan bosh qarong'ida uzam yolg'iz menib ketdi. Sinab kirsam hech kim yo'q, uzam yolg'iz Putunxo günmi. Putunxo kitobni ochib o'qishni boshlab ketdim. Vaqt bak ichib o'tgan jumo. Bugun 1 soat yanlam tikovati maydonga chiqdik mana. Savoqdoshlarim bak yaxshi muomala qildi menga, bak ijlinoq o'tyapmiz. Bizning sitga eng top savoqdashim shu mashu. Miyadimi top o'ynashdan boshlab ketdik savoqdashlar bilan. O'ynayamsan men shu qarab turma. Lanchom o'ynab pop sinib kirsam bolalarning hammasi kirib popdi. Masoatchim shunda qarab ketdik, shiping yeb qo'ydim shuni o'lana. Bumba xushala. Miyadin savoqdoshlarimning hammasini shiping yeb qo'ydim. Bugungi 2 soat darsim boshlab ketdik. Masoatlik darsim sat yaxshi anladim, bijilanim qattirib yozyaptim. Darsim tushdiq tamoq yig'ilmandiq. Tamoq yeb pop og'aynamga sopin tatib bayilmandiq. Miyad qandoq tasaq bular deb maslahatishib ketdik. Miyad ishq akamiz o'ltiribga berib hamda bizdan cho'ng'andikin bu akamiz kurishib tunishmasaqmi, ahvol so'rashib qildiq ishkanimiz. Bu akamiz mubah xushib ketdi. Miyad mazjibda rasm tushlaydi, miyad saranda kulib, zavshin chiqarib ketdi. Bak mazjumo ishq. Og'aynam zopin tatvatida mustaq kurishib. Yana mash tikchar bayakayan to'q og'aynam potmasan tikchar epirma deb ketibmi taxi. Otilib kirgin ba taxi. İpay tatqimiz bo'lmabga yin zopin tatishib turotimi og'aynamga mushtaqa. Zopinim tatpop yana mangdoq. Bugun yana banxuykavati bizga tushdinkim banxuykani anglab savodashlarimni shiping yeb qo'yotimi. Banxuymi tugdi hamma savchang'a mangdoq. Bugun bizning sipni bag'a bisay svakan to'q. Uzam bitatay deb o'tirg'i chiqib, hey, shundoq kuchidim lekin turvatdiq. Kögünalday do'stlar, meni oliy maktab hayotim shundoq payz o'tyapti-da. Bir chatdan o'qishimga ta'sir etmaydi, yana bir chatdan pul tep menyotiman. Mushtaq, men o'xshash bir chatdan oliy maktabda o'qib, bir chatdan pul topay deydigan bolalar men bilan aloqalashsanglar bo'ldi. Men sizga Shinjon bozori yangi kirgan savdosini shundoq inishga tafsiliy holatda tushuntirib qo'ysam bo'ldi. Ma'lum qilsanglar bo'ldi. Pelinchiga 6 raqamni yo'llab qo'ysanglar bo'ldi. O'zim bir qo'lliq izlab sizga to'g'ri usulda tushunish berman. Hamsa bugungi videomni mishada axlasin. Meni mashaqatni qo'llab yotgan barliq do'stlarimga ko'p rahmat. Sizlarning qalin kinib og'rib qolmasliklarini umid qilaman. Hamsa xayr xo'sh, keng sonni ko'rishaylik. Bay bay.